Xo'p, kecha nimani o'tgandik? Principles Book kitobini birinchi mavzusi bo'yicha o'sha almashtirishlardan foydalanib yechiladigan masalalar, tengsizliklar va hokazolarni ko'rib chiqishga oid masalalar bor edi. O'zi asosan ko'pchilik tengsizliklar buni. Shunaqa masalalarni almashtirib yechish uchun zo'r metodda. Xo'p, buni ikki qismga bo'lgandik. Mana bu ikkita texnikani ko'ramiz degandik. Ovozim yaxshimi? Ovozim yaxshi bo'lyaptimi? Xo'p, mana shu ikkita nimani ko'rayotgandik? X, Y plus Y, Z plus X, Z plus 2X, Y, Z teng 1 va X, Y, Z teng X plus Y plus Z plus 2. Mana bu case'da, mana bu holatda A taqsim B plus C, B taqsim A plus C va C taqsim A plus B. Mana shu uslub bilan almashtirish mumkin deganmiz. Ya'ni bundan bu kelib chiqadi deb aytsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Va mana bu holatda, mana bu case'da bunda B plus C taqsim A plus C taqsim B va A plus B taqsim C. Mana shu holatlarni ko'rgandik. Ya'ni bundan bu kelib chiqadi degan ma'noda. Xo'p, endi kecha misollarni ko'rgandik shularga oid. Endi yana davom qildiramiz. Demak, problem 1. Problem 1 dan nima deydi? X, Y, Z'lar musbat son ekan. Deyapti, mana munosabat bajariladi. X, Y plus Y, Z plus X, Z plus 2X, Y, Z teng 1. Isbotlang deyapti. X, Y, Z 1/8 dan kichik yoki teng va X, Y, Z va X, Z mana shularning yig'indisi katta yoki teng 3/4 deyapti. Mana shuni isbotlang deyapti. Agar mana shu munosabatda bajarilsa, u holatda mana buni isbotlang deyapti. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bu munosabatdan qanaqa almashtirishni qo'llasak bo'ladi? Albatta mana buni. Chunki mana bu ifoda bor bizda. Xo'p, mana shu almashtirishni qo'llasam, X, Y, Z larni o'rniga moslashda mana shu sonlarni qo'ysam, X, Y, Z ko'paytma nima bo'ladi menda hozir? X, Y, Z ko'paytma menda nima bo'ladi? A, B, C taqsim A plus B, B plus C, A plus C bo'ladi. Endi buni quyidan 2 imzosi tabi 2 imzosi B'si 2 imzosi A'si bilan baholasam, har birisini quyidan. Buni kichiklashtirsam, buni ham kichiklashtirsam, mahraji kichiklashadi. Demak, buni qiymati oshishi kerak menda. To'g'rimi? A, B, C taqsim 8 A, B, C keladi. Bu ham 1/8. Demak, rostdan ham X, Y, Z kichik yoki 1/8. Endi mana bu ifodaga ko'ra, bunga ko'ra X, Y, Z va X, Z larning yig'indisi teng 1 minus 2 X, Y, Z dan buni kattalashtirsam 1/8. Buni kattalashtirsam, buni qiymati kichiklashadi. Nimaga? Oldida minus turibdi. Demak, 1 minus 2 ko'paytirilgan 1/8. Bu ham 3/4. Demak, 3/4 dan katta yoki teng ekan rostdan ham. Bu masala yechimi tushunarlimi? Mana shu masala yechimi tushunarlimi? O'zi ovozim bo'lyaptimi hammaga?
Ovozim boryaptimi o'zi hammaga? Kelyapti ustoz. Men shu birinchi masala yechimini tushunarlimi? X, Y, Z, X, Z plus 2, X, Y, Z teng 1. X, Y, Z musbat sonlar bo'lsa, bu holatda mana almashtirish bajarish mumkin. X, Y, Z dan o'rniga mana shu sonlarni qo'yib chiqsangiz, nima keladi? Ayniyat kelib qoladi. Bundan biza X, Y, Z teng mana shu almashtirishni qo'llasak, A biz taqsim mana bu ifoda bo'ladi. Bu 1/8 dan kichik tengligi aniq. Keyin bu 1/8 dan kichik teng bo'lsa, buni o'zi katta teng 3/4 bo'lishi kerak-da yig'inda, mana shu yig'inda 1 saqlanishi uchun. Xo'p, keyingi masalani ko'raylik. Yaxshiroq tushunib olasizda. Buni bir chetdan yozib olish kerak ekan. Xo'p, keyingi masalani ko'ramiz. Problem 2. X, Y, Z musbat sonlar uchun X, Y, Z musbat sonlar uchun X, Y, Z teng X plus Y plus Z plus 2. Xo'p, X, Y, Z teng X plus Y plus Z plus 2. Mana shu ifoda berilgan. U holatda B plus taqsim A plus taqsim B va A plus B taqsim C. Bu yerda bitta narsani aytmayapman. Ikkala holatda ham X, Y, Z larning hammasi musbat sonlar. Mana bu holatda ABSlarni hammasi musbat sonlar. ABSlar hammasi musbat. Xo'p, endi demak, mana shu munosabat bajarilsa, bundan nima qaysi almashtirishni olish mumkin? Ikkinchisimi? X, Y, Z teng X plus Y plus Z plus 2. B plus taqsim A plus taqsim B va A plus B taqsim C. Shunaqa almashtirish olish mumkin, to'g'rimi? Endi masalani berilishida aytyapti, isbotlang deyapti. X, Y, Z plus X, Z katta yoki teng 2 X plus Y plus Z. Yana bitta tengsitligi bor ekan. X osti X, X osti Y, X osti Z katta yoki teng va kichik yoki teng ekan. Kichik yoki teng ekan 3/2 X osti X, Y, Z. Mana shu munosabat bor. Mana shu ikkitasini isbotlash kerak. Xo'p, X, Y, Z teng X plus Y plus Z plus 2 bo'lsa, qanaqa almashtirish oson bo'ladi? Yuqorida aytdik, B plus taqsim A plus C taqsim B va A plus B taqsim C. Xo'p, endi nimaga keladigan bo'lsak, mana bu X, Y plus Y, Z plus X, Z ga keladigan bo'lsak, o'rniga qo'ysam X, Y, B plus C A plus C taqsim A plus A plus C A plus B taqsim B C plus B plus C A plus B taqsim A C katta yoki teng 2 X, Y, Z larning yig'indisi, ya'ni B plus C taqsim A plus C taqsim B va plus A plus B taqsim C. Endi mana shuni isbotlash kerak. Buni qanday isbotlaymiz? Oldin mahrajida turgan narsani yo'qotaman. Xo'p, nima keladi menda? A B C ga ko'paytirsam, C ko'paytirilgan mana shu ifoda keladi. C plus A C plus B. Xuddi shu uslubda A plus B A plus C. A B plus C keladi. Ya'ni siklik yig'indisi. Bu tarafda katta yoki teng 2 nima keladi? Ikkita BC B plus C. Ikkita AC A plus C. Ikkita AB A plus B.
Mana shu ifoda keladi. Xo'p, endi buni soddalashtirib chiqish kerak-da endi. Soddalashtirib chiqish kerak endi buni. Xo'p, s-ni mana bu s-ga ko'paytirib, mana bu s-ga ko'paytirsam, s kub keladi. Demak, siklik yig'indi s kub plyus s-ni b-ga ko'paytirsam b-si, s-ni a-ga ko'paytirsam a-si. Demak, s-ni chiqarib tursam a plus b keladi. Mana bu yerda s bor. Demak, s kvadrat a plus b. Mana shularni va oxirida s-ni mana bu a-ga, mana bu b-ga ko'paytiraman. Necha? Sabalarni siklik yig'indisi. U ham 3 ta a-bosini beradi. 3 ta a-bosi. Xo'p, mana bu tarafda esa, mana bu tarafda. Buni ochib chiqib, qaytadan soddalashtiraman. Xo'p. B-si B'si nima keladi endi menda? Shu erinmasdan yozib chiqayda shu. 2b kvadratisi 2b kvadratisi va 2bs kvadrat 2bs kvadrat plus 2a kvadratisi 2a kvadratisi plus 2as kvadrat plus 2ab kvadrat 2a kvadrat plus 2ab kvadrat. Xo'p, b kvadratlarini отдельный nima qilamiz? Yozamizda. B kvadrat 2b kvadrat a plus s 2a kvadrat b plus s va 2s kvadrat a plus b keladimi? Ya'ni mana bu ko'rinishda bu ko'rinishga o'tkazib yozdim. Xo'p, mana bunda bitta siklik yig'indi bor. S kvadrat a plus b degan. Shu mana shuni yarmida, mana bu ikkilar kelmagan varianti. Shuni hisobiga men endi isbotlashim kerak. Mana bu yerda teng emas bu. Kattaki teng. Mana shuni isbotlashim kerak. Mana buni ochib olganim-ku bu taraf. Endi men isbotlashim kerak. Bu siklik yig'indi s kub plus 3a-si tengligini kattaki teng a kvadrat b plus s-dan. Tengsizlik o'rinli tengsizlik. Nega? Chunki bu mana bunga tushadi. A minus b a minus s. Mana shu shakl mana unga o'tib qoladi. Bu esa o'rinni almashtirib yig'ilgani. Mana shu yig'indini 0 dan kattaki tengligi o'rinli. Nima uchun bu shur tengsiga o'zi. Shur tengsiga tushadi. Shu hisobiga o'rinli bo'lib qoladi. Bu qismi tushunarli-da, ya'ni. Xo'p, bizada ikkita savol bergandi bizada. Mana bu qismi ham bor. Hozir bizda mana bu qismini isbotladik, endi bu qismi bor. Xo'p, mana shu ifodada hozir men o'rniga mana bu sonlarni qo'ysam, mana bu yerda x y z keladi. Iloji boricha tengsizlikni yoyilib juda bir keng bo'lib yoyilib ketsa ham bizlarga noqulaylik tug'diradi. Sal ishlatish uchun nima qilamiz? Mana x y z ni bo'lib yuboraman. X y z ni x y z ni bo'lib yuboraman. Natijada insosida 1 taqsim x y 1 taqsim y z 1 taqsim z x keladi. O'shalarning yig'indisi 3 taqsim 2 dan kichik tengligiga ko'rsataman. Endi men isbotlashim kerak edi. Insosli x, insosli y, insosli z kichik yakning 3 taqsim 2 insosli x y z. Ben buni ekvivalent deyapman. Insosli 1 taqsim x y 1 taqsim insosli y z 1 taqsim insosli z x kichik yakning 3 taqsim 2. Mana shuni isbotlashim kerak. Xo'p, x y zlar menda a plus b taqsim b plus taqsim a. Mana bu ifodani endi almashtirib yozishim kerak.
Xo'p, b plus c taqsim a plus c taqsim b, a plus b taqsim c. Endi x o'rniga 1 taqsim x qo'yapman. Y o'rniga 1 taqsim y qo'yib, 2 1 2 1 ko'paytirib, qo'shib 3 taqsim 2 dan kichikligini ko'rsatmoqchiman-da endi iltibosda. Xo'p, x o'rniga 1 taqsim x mana bu yerda bo'lib yuborganim uchun 1 taqsim x 1 taqsim y ko'paytmasi iltibosda 1 taqsim x 1 taqsim z iltibosda 1 taqsim y 1 taqsim x iltibosda kelyapti-ku. Shuni hisobiga men bularni 1 taqsimlab yozib olsam, 1 taqsimlab yozib olsam, mana kolonda nima bo'ladi? Hozir mana shu joyning o'zida. X dan o'rniga 1 taqsim x, y dan o'rniga 1 taqsim y, z dan o'rniga 1 taqsim z, 1 taqsim x plus 1 taqsim y plus 1 taqsim z plus 2. Bundan kelib chiqadi menda 1 teng xy plus yz plus xz plus 2xyz. Mana shu narsa bor degani menda. Endi ya'ni iltibosda 1 taqsim xy 1 taqsim yz plus 1 taqsim xz keldi-ku pastda. Hozir yozaman o'sha joyga olib borib. Bu yerda 3 taqsim 2 keldi, bu yerda 1 keldi. Endi o'sha x 1 taqsim x 1 taqsim y 1 taqsim zlarni almashtirib tashlayapman. Almashtirib tashlashsa mana shunaqa ifoda kelar ekan menda va endi bu yerda menda x y zlarim mana bu sonlar bo'lib qoladi. A plus b taqsim c bo'lgan bo'lsa, c taqsim a plus b. B taqsim a plus c va taqsim b plus c. Endi men hisoblashim kerak bo'lgan narsa mana bu narsa bo'lib qoldi. Yozganim uchun mana bu yerda endi 1 taqsim x o'rniga x qo'yib yozyapman-da yuqorida. 1 taqsim x ni x bilan almashtirdim. Natijada x y yz va x zlarga bo'ladi bu. Mana shuni isbotlash kerak endi. Bu yerda x y zlarim almashtirishgani voyaga c taqsim a plus b, b taqsim a plus c va a taqsim b plus c. Endi 2 1 2 1 ko'paytirib qo'shib chiqib 3 taqsim 2 dan kichikligini ko'rsataman. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu x y ni ko'rsak. O'zi nima bu x y? Kichik yoki teng? X plus y xuddi shu uslub bilan y z kichik yoki teng y plus z taqsim 2. Endi x z ham x plus z taqsim 2. Hammasini ko'rsam bo'ladi. Hammasini ko'rsam. X y'larni yig'indisi imzosida kichik yoki teng menda 1 taqsim 2 x plus y plus z keladimi shunda? Yo'q, mana shuni ikkilangani kelar ekan. Ikkilangani kelar ekan. Xo'p, x plus y plus z keladi menda. Mana shuni endi men 3 taqsim 2 dan kichikligini ko'rsatishim kerak, to'g'rimi? Mana shu narsani ko'rsatishim kerak emasmi mana shunda? Xo'p. Xo'p, mana shu narsani isbotlashim kerak. Endi bitta narsa bor, x y z menda mana shu narsa. Demak, endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu joyi juda qiziq joyi. Teng c taqsim a plus b, b taqsim a plus c plus a taqsim b plus c. Kechagi darsda ko'rsatdik, bu 3 taqsim 2 dan katta yoki teng. Mana bu narsa kelmadi menda, teskarisi keldi. Demak, men sal nima deydi bir xato narsa emas, lekin kuchsizroq narsa ishlatganman-da mana shu joyda. Ya'ni mana shu narsa sal kuchsizroq narsa menda. Kuchroq narsa ishlatishim kerak ekan demak. Nima endi? Mana bu ifodaga qaranglar mana. X y ga qaraymiz. X y to'g'rimi? Imzosi c taqsim a plus c va b taqsim a plus c. Agar men mana shu ifodani bunaqa qilib yozib olsam, plus b c taqsim a plus c deb yozib olsam,
O'rnashtirdim mana shu b narsani. Endi mana shu ikkita songa nisbatan qo'llayorsam, boyagi mana bu ifodani. Nima bo'ladi bu? 1 taqsim 2 b taqsim a plus b plus c taqsim a plus c keladi. Xuddi shu uslub bilan yz uchun qo'llasam, yz manda b taqsim a plus c, z'im manda a taqsim b plus c. Yoki teng. Aniqrog'i teng. Mana bu a bilan buni nomlashtirishim kerak. A taqsim a plus c. B taqsim b plus c. Endi qo'llayman. Teng 1 taqsim 2. Mana bu ikkitasini yig'indisi. A taqsim a plus c. B taqsim b plus c. Xuddi shu uslub bilan uchinchisini ham yozib qo'shib yuborsangizlar, mana bu yerda 2-1 yig'indi 1 bo'lib, umumiy yig'indi 3 ni beradi. 3 taqsim 2 dan kichik yoki teng kelib chiqadi shu bilan. Tushunarlimi mana shu masala yechimi? O'zi tushunayotganlar bormi o'zi? Tushunarli ustoz. Yana qo'shimcha qilib aytish kerak. C taqsim a plus b, b taqsim a plus c plus a taqsim b plus c katta teng 3 taqsim 2 ligini nisbiy tengsizligidan ham isbotlasa bo'ladi. Xo'p, endi nisbiy tengsiz orqali isbotlasa bo'ladi dedingizmi? To'g'ri, o'zi nisbiy tengsizdagi mana shu narsa katta 3 taqsim 2 to'g'ri, bu narsa bor. Kechagi darsda ham xuddi shu uslub bilan, metod bilan nima qildik? Ko'rsatdik mana bularni belgilab olib, bular o'rtasida munosabat o'rnatib, x ga 1 ni, y ga 1 ni, z ga 1 ni qo'shib, 1 taqsimlar hammasini qo'shib yuborsa, nima bo'ladi bizda? 2 ga teng bo'lib qoladi. Natijada x ga munosabat chiqadi. Shunga nisbatan, ya'ni xy plus yz plus xz plus 2xyz teng 1 kelib qoladi. Y plus z 3 taqsim 2 dan katta kichik desak, zidlik keladi-da. Chunki xyz kichik yoki teng nima keladi? Mana bu narsa bor-ku. Kecha ko'rsatdik buni, kechagi darsda xyz. Mana shundan foydalanib, buni 3 taqsim 2 dan kichik deb faraz qilsak, mana bu narsada xyz kichik yoki teng 1 taqsim 8 keladi xyz. Xuddi shu uslub bilan mana bu ifoda ham bor bizada. Cos kvadrat taqsim 3 katta yoki teng xy plus yz plus x. Shundan ham buni baholasa bo'ladi. Xullas, mana bu narsa bilan xyz bor. Qiymatlarni qo'shish orqali boyagi xy plus yz plus xz teng plus xyz teng 1 ga kelmaydi-da, 1 dan katta kichik keladi. Shu bilan zidlik keladi. Buni kechagi darsda birinchi misol edi. Birinchi misol bo'lib ko'rsatdik buni. Yaxshi tengizlik, ya'ni bu metod bilan ham ko'rsatsa bo'ladi. Xullas, zidlik keldi. Mana shu joyda sal kuchsizroq narsa qo'lladim. Keyin qarasam x y ga mana bu ifodalar ekan. Uni almashtirib o'zini qo'llaverdim keyin. Qo'shing. Shu bilan kelib chiqdi. Xo'p, bu ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalani ko'ramiz sizlar bilan. Mana bu masala. Problem endi 3 mi? O'zi bu masalani nimasi ham bor? Mana misol uchun berilgan, misol uchun x, y, z musbat sonlar bo'lsa va x, y, z teng x plus y plus z plus 2 teng bajarilsa, isbotlangan paytda x, y, z x minus 1 y minus 1 z minus 1
kichik yoki teng 8. Mana shu tengsizyapti. Qanday isbotlaymiz? Agar mana shu munosabat bajarilsa, bularni nima qilib almashtirsa bo'lardi? B plus C taqsim A plus C taqsim B va C A plus B taqsim C. Mana shunaqa qilib almashtirsa bo'ladi mana shu ifodani. Bunga almashtirsa bo'ladi. X, Y, Z'larni mana shu ko'rinishda ifodalasa bo'ladi. Endi yechimda nima qilamiz? Agar x minus 1, y minus 1, z minus 1lar hammasi manfiy bo'lsa, bu tenglik bajariladi, to'g'rimi? Hammasi manfiy bo'lsa. Agarda ikkitasi musbat, bittasi manfiy bo'lsa ham bu tenglik bajariladi. Demak, bizda ikkita holat bor. Ya'ni nimani aytyapman? Chunki x, y, zdan har biri musbat. Chunki zdan har biri musbat bo'lgandan keyin mana bu ifodalarni qiymatlariga e'tibor berishimiz kerak-da. Agar bittasini 0 dan kichik, qolgan ikkitasi 0 dan katta bo'lsa ham bu tenglik o'rinli. Demak, qaysi holat qoladi? Ikkita holat qoladi o'zida. Birinchi holat, demak, ikkitasi misol uchun manfiy, bittasi musbat. Qaysidir birisi. Farqi yo'q. Berilgan mana bu ifoda ham simmetrik-ku, shuni hisobiga. Farqi yo'q-da. Misol uchun qaysidir bir ikkitasi manfiy, bittasi musbat bo'lgan holatda bir ko'ramiz. Va uchalasi ham musbat bo'lgan holatda bir ko'ramiz. Xo'p, endi ikkitasi manfiy, bittasi musbat bo'lsin. Misol uchun farqi yo'q qaysi birisi manfiyligini. X minus 1 manfiy bo'lsa, x 1 dan kichik. Y minus 1 manfiy bo'lsa, y 1 dan kichik. Z minus 1 misol uchun musbat bo'ladigan bo'lsa, z 1 dan katta. Endi x 1 dan kichikyapti, b plus c demak a dan kichik. Y 1 dan kichik, demak a plus c, b plus c dan kichik, a plus c b dan kichik. Va z 1 dan katta, a plus c dan katta. Ya'ni c a plus b dan kichikyapti. Xo'p, endi mana qaranglar. Mana shu c'ni topsam, c kichik a minus b keladi, c kichik b minus a keladi. Endi a minus b bilan b minus a ni yig'indisi nima? 0 manda, to'g'rimi? Demak, bu degani nima degani? A minus b agarda musbat bo'lsa, b minus a manfiy bo'lishi kerak. Agar b minus a musbat bo'lsa, a minus b manfiy bo'lishi kerak. Farqi yo'q, qaysi birisi manfiy degani. Misol uchun mana shu manfiy bo'lsa, bu holatda c ham 0 dan kichik bo'ladi. Yoki mana manfiy bo'lsa, c baribir 0 dan kichik bo'ladi. Ya'ni x, y, z musbat va abslarni musbat deb kiritganimizga zid narsa keladi. Ya'ni o'zi bo'lishi mumkin emas ekanda. Holatni o'zi bo'la olmas ekan. Xuddi shunga o'xshash x 1 dan kichik, z 1 dan kichik, lekin y 1 dan katta holatda ham o'rinsiz ko'rsatiladi. Chunki bu simmetrikda ifoda. Ikkitasi manfiy, bittasi musbat bo'lgan holati zidlik gap qisqasi. Hamma holatni ko'rib chiqsangiz, zidlik keladi. Endi ikkinchi holat qoldi. Uchalasi ham nima bo'lsa, nima deydi? Musbat, ya'niki x, y, zlarni har biri birdan katta bo'lsa. X ham birdan katta, y ham birdan katta, z ham birdan katta. Bu nima degani? A plus b c dan katta degani. B plus c a dan katta degani. Va a plus c qoldimi? B dan katta degani. Bundan kelib chiqadiki, mana shu ABC tomonlardan tuzilgan uchburchak ABCni qurish mumkin. ABC mavjud. Shunday ABC mavjud. Shunday tomonlari ABC bo'lgan uchburchak ABC mavjud. To'g'ri? Chunki uchburchak eskiga kelib qolyapti. Xo'p, endi nimaga keladigan bo'lsak, x, y, zlarga keladigan bo'lsam, x, y, z mana misollar va o'rnga qo'yib chiqishim kerak endi men. Xo'p, x, y, z x minus 1, y minus 1, z minus 1. Xo'p, bu nima degani? O'rniga qo'yib yuborsam, mana bu joyda a plus b, b plus c, a plus c,
taqsim ABC ko'paytirilgan x minus 1 minus b z minus 1 ni yozib olsam a plus b minus c a minus b va b plus c minus a keladi. Endi mana shu ifoda 1 taqsim 8 mi? 8 mi? Ha, 8 ekan. 8 dan kichik tenglikni ko'rsatishim kerak men. Mana shu ifodani kichik teng 8. Endi hozir buni men soddalashtirib yozishim kerak. Soddalashtiramiz. Abslardan uchburchak kursa bo'ladi dedik. Tomon abs bo'lgan uchburchak kursa bo'ladi dedik. Xo'p, nima yetishmayapti? E'tibor bersak, abs bo'linsaga ko'paytirib 2 ga bo'lib chiqsam, uchburchakning yuzasi hosil bo'ladimi shunda menda? Yuzasini kvadrati aniqrog'i. Eslang mana bu narsa. P minus a P minus b P minus c. Endi men shundan foydalansam nima bo'ladi hozir? A plus B plus C ga ko'paytiraman va bo'laman. Ana keyin 16 ga bo'lib turib 16 ga ko'paytirib qo'yishim kerak, to'g'rimi? Xo'p, demak 16 A plus B B plus C A plus C mahrajda A B C A kvadrat B kvadrat C kvadrat ikkalasi ko'payadi. Xo'p, buni A plus B plus C ga ko'paytiraman va bo'laman. Demak, mahrajda A plus B plus C. Va har birini 2 ga bo'lib, umumiy hammasini 16 ga ko'paytirib qo'yish kerak. Mana bunda 16 turibdi, demak. Mana bu joyda A plus B plus C taqsim 2, A plus B minus C taqsim 2, A plus C minus B taqsim 2 va B plus C minus A taqsim 2 bo'lishi kerak. Ya'ni P minus A P minus B P minus C deb yozsam bo'ladi. Endi mana bu s kvadratni beradimi shunda menda? 16 a plus b a plus c taqsim a kvadrat b kvadrat c kvadrat a plus b plus c. Mana bu narsa s kvadratni beradi menda. Xo'p, endi yana bitta formuladan foydalanamiz. R teng a b c taqsim 4s midi? S'ni topsam shundan a b c taqsim 4r keladi menda, to'g'rimi? A b c taqsim 4r keladi menda. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Xo'p, o'rniga a b c taqsim 4r qo'yib yuborsam, s kvadrat o'rniga shunda a kvadrat b kvadrat c kvadrat taqsim 16r kvadrat keladi menda. Endi 16 a plus b plus c a plus c taqsim a kvadrat b kvadrat a plus b plus c. Mana bu s kvadrat o'rniga a kvadrat b kvadrat c kvadrat taqsim 16r kvadrat. Endi mana 16 lar qisqaradi. A kvadrat b kvadratda qisqaradi. Endi mana bu ifoda mana bu qoldi. Xo'p, a plus b b plus c a plus c taqsim r kvadrat a plus b plus c. Kichik teng 8 deyapti. Mana shuni ko'rsatishim kerak men. To'g'rimi? Xo'p, mana shuni ko'rsatishim kerak men. Endi 8 ni mana bu tarafga o'tkazsam bo'lish qilib. Keyin r kvadratni bu yoqqa o'tkazaman va ikkala tarafni 9 ga ko'paytiraman. Shunda 9a b plus c a plus c taqsim 8 da a plus b plus c keladi menda. Mana bu tarafda 9r kvadrat keladi. Mana shu narsani isbotlashim kerak. Xo'p, nima bor meni qo'limda? Meni qo'limda tengsizlik bor. Ixtiyoriy chiqish uchun mana shu tengsizlik urdi. 9r kvadrat katta a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat. Mana shu tengsizlik bor meni qo'limda. Endi meni maqsadim
Mana shu a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat katta tengligini ko'rsatish. Mana shu narsadan. Mana shuni isbotlasam bo'ldi. Bu tengsizlik o'rilib oladi. Xo'p, endi buni erinmasdan ochib chiqib soddalashtirish kerak. Xo'p, endi 8a plus b plus c a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat katta teng 9a plus b plus c a plus c. Mana buni n desam, mana buni n desam. M katta teng nni ko'rsatishim kerak men. Endi men soddalashtirib ko'raman. M nima bo'lar ekan? Xo'p, 8 qavs ichida a ni a kvadratga ko'paytirsam a kub. Buni b kvadratga b kub. Sini c kvadratga c kub keladi. Endi a ni b kvadrat plus c kvadratga ko'paytirsam yoki a ni a kvadratga ko'paytirdim, endi a kvadratni b plus c ga ko'paytirganim qoldi menda. Shunaqa qilib yozaman. 8a kvadrat b plus 8b kvadrat a plus 8c kvadrat a plus mana shu ifoda keladi menda. Xo'p, endi ifodani o'zini bir soddalashtirib olaman. N deb belgilanib turibdi bu. N deb belgilanib turibdi. Demak, 9 a plus buni b plus c ga ko'paytirsam a b plus b c plus a c plus b kvadratmi? Tak, a b plus b c. B qavs ichida a plus c yapti qisqasi. Keyin a c va b kvadrat bor. A c plus b kvadrat. Endi mana bu qavsda a plus c. Buni soddalashtirsam. Demak, 9b a ko'paytirilgan a plus c. 9ab a plus c. 9ac ko'paytirilgan a 9a kvadrat c. 9b kvadrat a. Keyin 9ba plus c ko'paytirilgan c. 9bc a plus c. Keyin 9ac c. 9ac kvadrat. 9b kvadrat c plus 9b kvadrat c. Endi buni soddalashtirsam b kvadrat bilan b kvadrat a kvadrat bilan mana bu yerda keladigan a kvadratni guruhlasam. Xullas 9a kvadratni chiqarsam b plus c keladi menda. 9a kvadrat chiqsa b plus c. Keyin 9b kvadrat chiqarsam a plus c. Keyin 9c kvadratni chiqarsam 9 kvadratni chiqarsam 9 mana bu yerda a mana bu yerda b keladi. 9 kvadrat chiqarsam a plus b plus 9b c a bor va 9ab c bor. 18 ta a b c bor menda. Xo'p, m mana shu m katta teng mana bu n ning ekanligini ko'rsatishim kerak mana shunda. Mana bu 8 larni mana bu tarafga o'tkazib va natijada men isbotlashim kerak. 8 qavsida a kub b plus c a kub plus b kub plus c kub kelishi kerak menda.
katta yoki 8a kvadrat mana bu ifodalarini mana bu tarafga o'tkazsam a kvadrat b plus c b kvadrat a plus c va c kvadrat a plus b plus 18a b c. Shu masala tor. Xo'p, bu tengsizlik o'rinli tengsizlik. Nima uchun? Chunki mana bu yerda 6 ta a kub plus b kub plus 6 ta a kub plus b kub plus c kub chiqarsam, mana bu narsa katta yoki teng a kub plus kubni 3 bisidan katta yoki teng bo'lgani uchun bu 18 bisidan katta yoki teng. Xo'p, endi a kub plus b kub plus c kub katta yoki teng bor menda o'zi a kvadrat b plus b kvadrat c plus c kvadrat a. Mana shu tengsizlik bor menda, trans tengsizlik yoki monoton nimalarda monoton ketma-ketliklarni skalar ko'paytirish haqidagi mana bu tengsizliklar bor. Ularni ham men o'tib berishim mumkin. Mana bu a kub plus b kub plus c kubni nima ko'paytirish mumkin? A kvadrat b kvadrat c kvadrat bilan a b c. Mana shu ikkita vektorni skalar ko'paytmasiga ko'rinishda yozish mumkin. A b c'lar monoton o'suvchi bo'lsa, misol uchun a katta b olganda mana bu yig'indi simmetrik yig'indi, ya'ni f a b c bilan belgilab olsangiz, mana shuni f deb a b c'larga bog'liq bo'lgan funksiya sifatida belgilab olsangiz, f a b c teng ixtiyoriy ikkitasini o'rnini almashtirganda keladigan ifodalar bo'lib kelaveradi. Ya'ni a c b nechta variant bo'lsa o'sha hammasini ko'rinishi bir xil bo'lgani uchun hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Mana shu nimalar f funksiyalar. Bu degani nima degani? Umuman olganda a b c bir-biridan katta yoki teng qilib olish umumiy holatda mana shunaqa qilib qarash mumkinligini beradi. A b c'lar nisbatligidan demak monoton ketma-ketlik hosil bo'ldi. Ikkita monoton ketma-ketlik hosil bo'ldi. Ikkitasini skalar ko'paytmasi katta yoki teng a kvadrat b kvadrat c kvadrat b c a. Ixtiyoriy o'rinlar shuni hisobga mana bu narsa mana bundan katta yoki teng deb mana bunday tengsizlikni olishsangiz ham mumkin. Yo bo'lmasa trans tengsizlik ishlatsangiz ham bo'ladi. Farq yo'q. Xo'p, yana bitta tengsizlik bor. A kub plus b kub plus c kub katta yoki teng a kvadrat c plus b kvadrat a plus c kvadrat b. Bu qanaqa nimadan kelib chiqadi desangiz, bu a kvadrat b kvadrat c kvadrat bilan a b c'ni skalar ko'paytmasi mana bu taraf. Mana bu taraf esa a kvadrat b kvadrat c kvadrat bilan monoton ketma-ketlik bo'lgani uchun mana buni fer'on almashtirishdan katta yoki teng bo'lgani uchun c a b qilib yozishim mumkin-da. C a b qilib. A kvadrat c b kvadrat a c kvadrat b keladi. Mana shu mavzuni ham o'zim o'tib beraman, gapni qisqasi. Bu bo'yicha ham juda ko'p misollar bor. Tengsizliklar bor bizda. Hammasini ko'rib olsangizda oxirida isbotlanishi kerak bo'lgan narsa kelib chiqadi. Endi sizdan foydalanish tengsizlikni ko'rsatish uchun nimadan foydalandik biz? Mana bu tengsizlikdan foydalandik. 9 l kvadrat katta yoki teng a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat. Buni o'zi hozir agarda to'g'ri bo'lmay qolsa, mana bu oxirida qilgan hamma ishingiz xato bo'lib ketadi. Demak, biz buni isbotlashimiz kerak. Shuncha ish qilganimizga yarasha. Xo'p, endi a b c'larni uchburchakni qurib bo'ladi deb aytdik. Shunday a b c mavjud dedik. Uchburchak a b c mavjud deb aytdik. Xo'p, bu degani nima degani? A teng 2 sinus alfa, b teng 2 sinus beta, c degani 2 sinus gamma. Bundan 9 kvadrat katta yoki 4 kvadrat qavs ichida sinus kvadratlar yig'indisi keladi.
Mana shu narsani isbotlash kerak endi. B kvadratdan qisqartirasan. 2 ga bo'lib yuborsam 9 taqsim 2 katta yoki 2 sinus kvadrat plus 2 sinus kvadrat beta 2 sinus kvadrat gamma. Xo'p, 2 sinus kvadrat alfa o'zi bo'lmaganda 2 sinus kvadrat x nimani beradi menda? 1 minus kosinus 2x edi adashmasam. Chunki mana bu yerda pi bo'lsa bo'lganda 2 kosinus kvadrat keladi. Xo'p, 9 taqsim 2 katta yoki teng, demak 2 sinus kvadrat 1 minus kosinus 2x 1 minus kosinus 2 beta 1 minus kosinus 2 gamma kelib 3 minus 2 kosinus 2 alfa kosinus 2 beta kosinus 2 gamma keladi menda. Endi bu nimaga ekvivalent? Bularni hammasini mana bu tenglikni chap tarafiga o'tkazsam 9 taqsim 2 dan 3 dan ayrsam 3 taqsim 2 qoladi. 3 taqsim 2 qoladi. Xo'p, 2 ga bo'lib yuborsam xullas ish narsa keladi-da. Kosinus 2 alfa plus kosinus 2 beta plus kosinus 2 gamma. Plus 3 taqsim 2 mi? 3 taqsim 2 katta yoki teng 0. Endi 1 9 taqsim 2 3 dan ayirsam 3 taqsim 2 2 bu yoqqa plus bo'lib o'tadi. Xatolik bo'lmadi. Xo'p, buni qanday isbot qilamiz? Buni qanday isbot qilamiz? 9 taqsim 2 mana bu joyda 2 qayerdan keldi? 2 kelmaydi ekan, nima uchun minus 3 taqsim 4 kelyapti deyapman. 2 kelmaydi bu yoqda. Xo'p. Buni qanday ko'rsatamiz? Endi mana bu yerda ham 2 kelmaydimi shunda? Shu yerda adashib ketibman a. Xo'p, endi mana shuni isbotlash kerak. Bu tenglik o'rinli tenglik. Bunday qilib isbotlaymiz. Bizda nima bor o'zi? Mana bu 2 alfa, 2 beta, 2 gamma. Bu birlik aynadan kelib chiqadi o'zi. 2 alfa plus beta plus gamma. Alfa beta gammalar shuning uchun bu 2 pi ni beradi menda. 2 pi ni beradi deganim birlik vektorlarning orasidagi burchakni 2 alfa, 2 beta, 2 gamma qilib yo'naltirsam uzunliklar birga teng bo'lgan. Mana bu y1, y2, mana bu y3 vektor bo'lsin. Mana bu yer 2 alfa, bu yer 2 beta, mana bu yer 2 gamma bo'lsin. Bundan nima chiqadi? Y1 vektoriga y2 vektorini qo'shib, ustiga y3ni qo'shib, o'ziga o'zini tarkib aytirsam, nomanfiyligi bor menda. To'g'rimi? Modulni kvadratini beradi. Xo'p, endi bundan nima kelib chiqadi? Mana shu kavsni ochib chiqsam, y1 ni y1 ga ko'paytirsam, y1 modulni kvadratini beradi. Hammasini uzunligi 1 bo'lgani uchun 1, y2 ni y2 ga ko'paytirsam 1 1 1 3 keladi gapni qisqasi mana shu joyda. 2 y1 y2, y1 y2 orasidagi burchak nima? 2 alfa. Demak, y1 bilan y2 ni skala ko'paytmasa, y1 bilan y2 ni moduli oradagi burchak kosinus edi. Shu formuladan foydalansam 2 y1 y2 shunda menda 2 kosinus 2 alfa, 2 kosinus 2 beta, 2 kosinus 2 gammalarning yig'indisi keladi menda. Mana shu narsa nomanfiy. Demak, 2 ga bo'lib yuborsam mana shu ifoda keladimi? Demak, bu tenglik ham o'rinli. Mana shu tenglik o'rinli ekan demak. Xo'p.
Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, menimcha ko'pchilik masalalarni ko'rdik. Shu joygacha tushunmovchilik savollar bormi? Shu joygacha tushunmovchilik savollar bormi? Shu joygacha savollar bormi? Menimcha tugatigan bo'ldi. 1 soat bo'lib qoldi. Nargisga kirmasdan sekin-sekin borish kerak-da. Keyingi darslarda menimcha